2026-yil 1-mart sanasi tushgan ikkinchi savol tahlilini ko'rib chiqamiz. Bu yerda savolimiz, xo'p, 7 lar bergan, oxirida 9 bilan tugayapti birinchi sonimiz. Ikkinchi sonimiz 2024 da 7, oxiri 8 bilan tugayapti sonimiz. 2025 da 7 uchinchi sonimiz. Hammasini yig'indisini 7 ga bo'lganda qoldig'ini so'rashyapti. Значит, bu yig'indini qoldig'ini topish uchun biz har bitta sonni alohida 7 ga bo'lib ko'rsak bo'ladi. Masalan, birinchi sonimizni yozib oladigan bo'lsak, 7 oxiri 7 9 bilan tugayapti. Agar 7 ga bo'ladigan bo'lsak, hamma sonimiz 7 gacha 7 ga bo'linib keladi. Oxiridagi sonni 7 ga bo'lib qoldig'ini topib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bizda 9 7 ga bo'lamizda. Xo'p, bir butun bo'ladi, 2 qoldiq bo'ladi. Hammasi shunaqa. 8 7 ga bo'ladigan bo'lsak 1 qoldiq qoladi. Xo'p, 7 7 ga bo'lamiz, qoldiq qolmaydi. 6 7 ga bo'ladigan bo'lsak 6 qoldiq qoladi. 5 7 ga bo'ladigan 5 bo'ladi, 4 bo'ladi, 3 bo'ladi, 2 bo'ladi, 1 bo'ladi. O'sha hamma qoldiqlarni yig'ib chiqib, oxirida yana yig'inni 7 ga bo'lib qoldiq topib qo'ysak javobimiz chiqadi. Evet, qo'shib chiqamiz. 2 plus 1 bizda 2 plus 1 3 ekan, 3 plus 0 3 ekan, 9, 14, 18, 21, 23, 24. Xo'p, bizda yig'indimiz 24 ekan. Ya'ni 24 ni 7 ga bo'lib qoldiq topib qo'ysak bo'ldi ekan. 3 ga ko'paytirar ekanmiz 21, ayirsa 3 bo'lar ekan. Ya'ni javobimiz 3 ekan. Ya'ni shuncha katta sonni 7 ga bo'lganimizdagi qoldiq 3 ekan. Savolimiz oson ekan. Bizni kuzatishda davom eting, biz savollarni tahlil qilishda davom etyapmiz.